Xo'p, Ozodboy, yana bir do'kon chiqyapti. Xudo xolasa bizga yangi bozorimiz mana shu Buxoro karvon bozori, yangi bozorimizdan zo'r joydan chiqqan, lekin bu videoni kuzatishinglarni tavsiya beraman. Sababi Buxoro Eko dehqon bozori, Sokil qavatdan, ya'ni -1 qavatidan shundoqqina eshikdan kirganingizda ro'parangizda 18 kvadrat 19 ming AQSh dollari narxga kelishiladi. Ikkinchi do'konlari esa eskalatordan shundoqqina chiqdingizki, 3-qavatda ro'parangizda joylashgan, u ham 18 kvadrat, uni narxi esa 15 ming AQSh dollari. Albatta, Ozodjon birma-bir sizga ko'rsatadi joylashgan lokatsiyasi. Buxara City markazi, shundoqqina kiraverishda o'sha nalog chorrasini mana shu ro'parasida joylashgan Buxoro karvon bozori, ya'ni markaz, Buxoro City'ni markazidagi mana shu bozordan demak ikkita do'kon sotilayotgan ekan. Qolgan ma'lumotga o'zlarining raqamlari bo'ladi. Egalari juda ham yaxshi odam, barakasini qilasiz. 19 ming AQSh dollari Sokil qavat -1-qavatida joylashgan. Ikkinchi do'konimiz esa 3-qavat. Ikkalasi ham 18 kvadratdan 19 ming, 15 ming AQSh dollari. Qolgan ma'lumot pastdagi raqamlarimizda like bosib yaqinlaringizga tarqating. Albatta, investitsiya kiriting. Yaqin orada juda ham gullab yashnaydigan joydan yaxshigina tavsiya sizga, yaxshigina do'kon variantlarni sizga keltirdik. Qolgan ma'lumot raqamlarimizda. Tarqatamiz, like bosamiz, salomat bo'ling.